Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Taylandning inglizcha xabarlari to'g'ri bo'lgan Tayland davlatining 30 yanvar xabar tarqatishicha, Taylandning muavin bosh ministri va davlat mudofaa ministri Phumtham Wechayachai Tayland hökumətinin 2014 yıldan bu yan qanunsuz köçmən sübtida Taylandda tutub turilayotgan 48 Uyğur musafirni bir taraf qilishda kishilik huquq va xalqaro qonunga rioya qildiganligini qayta ta'kidlagan. Phumtham mundaq degan: 48 nafar Uyğur davlatimizga qanunsuz kirganlik uchun Taylandmi cho'qim Tayland qonuniga asosan ularni bir taraf qilish kerak. Bunun aldıda, yani 29 yanvar Tayland Kengash Palatası Kishilik Huquq Komitetining raisi Ankhana Nelapajet boshchiligidagi Kengash Palatası a'zolari bu 48 nafar Uyg'urning salomatlik ahvolini tekshirish, davolash hamda ularning sharoitini yaxshilashni muzokara qilish uchun Taylandning muavin bosh ministri Phumtham Wechayachai bilan ko'rishish talabi sunganligi xabar qilingan edi. Ankhana Nelapajet Taylandda ochliq e'lon qilib, ajizlab ketgan bu Uyg'ur tutqunlarining ahvolidan ansiraydiganligini bildirib, Komitetimiz Tayland hökumətinin o musafirlarni uzun müddət baqalmaslıqıdan, başqurish cəhətdəki yetersizlikidən endish qilmoqda degan. O, Xalqaro Qizil Kirist jamiyatini bu ishga yaqin turishga tavsiya qildiganligini bildirgan edi. Tayland davlati torining 30 yanvar kuni masalaning taraqqiyoti to'g'riliq yana ilgirlab bergan xabarda aytilishicha, muavin minister Phumtham Taylandning bu masalani qandoq bir taraf qilishdan qat'iy nazar raqobatli masalalar kelib chiqish mumkinligini e'tirof qilgan. U mundaq degan: Biz nima qilg'ili bo'ldiganligini ko'rishimiz kerak. Eng muhimi xalqaro qonunga rioya qilish va kishilik huquqni o'ylash kerak. Ansirmaslik kerakki, Tayland hukumati yana hech kimni xatarga keltirmaslik prinsipida ching turdi. Bu yana bu masalani axborot vositalari orqali emas, balki parda orqasida bir taraf qilish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Phumtham mundaq dedi: Tayland yana Taylandning egilik huquqi, kishilik huquq, xalqaro qonun va xalqaro shartnoma bo'yicha qo'lga ilingan 48 Uyg'ur uchun hal qilish chorasi tepish kerak. 1-oyning 17-kuni kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti bayonot e'lon qilib, Taylandni 48 Uyg'urni Xitoy qaytarib bermaslikka chaqirganligi xabarlarda alayda tilga ilingan. Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti bayonotida, agar Tayland bu kishilarni majburiy Xitoyga avatsa, ular majburiy g'oyib bo'lish, uzun muddatli qamoq jazosi, qiynash va boshqa ig'ir ziyonkashliklarga duch kelish mumkin deb ogohlantirgan deyilgan. Ularning bayonotida yana mundaq deyilgan: 2014-yili 3-oyda Tayland soqchilari Malayziya chegarasiga yaqin Songkhla o'lkasida taxminan 220 Uyg'ur ayol va bolani qo'lga olgan va ularni qonunsuz ko'chman jinoyati bilan ayblab, darhol Bangkokdagi ko'chmanlar qamoqxonasiga yo'tkigan. 2015-yili 7-oyda Songkhlada taxminan 170 Uyg'ur ayol va bolasi Turkiyaga yo'lga selingan. Orqadan bir hafta o'tganda 100 nafar Uyg'ur Xitoyga majburiy o'tkazib berilgan. Bayonot yana munolar ta'kidlangan: qamoqdagi 48 nafar Uyg'ur 10 yildan ko'proq vaqt tozliqi nachar va davolash yetarli bo'lmagan nachar sharoitda turmoqda. Ular Xitoyning turmalariga o'tkilishidan ansirab, qo'rqinch ichida yashab kelmoqda. 2014-yildan buyon bu qamoqlarda yangi tug'ilgan bovoq va 3 yoshli bolani o'z ichiga olgan 5 odam qazo qildi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi to'r betining 30 yanvar e'lon qilgan xabariga qaraganda, Yaponiya parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuya Panda boshliq mazkur guruh a'zolaridan tarkib topgan bir o'mak 30 yanvar tushdan keyin Yaponiya tashqi ishlar ministri Iwata Takeshi bilan ko'rishgan. Ular ministr Iwataga Taylandda qamalgan Uyg'urlarning Xitoyga majburiy qaytarilishining oldini olish jiddiy talabini sungan va Taylandning Uyg'urlarga tutgan muomalasi qatorliq talablarni yetkazgan. Ministr Iwata buningga javoban Yaponiyaning bu ishga ko'ngil bildiganligini, Yaponiya hukumatining Tayland hukumati bilan bu ish to'g'risida doimliq aloqada ekanligini, bu talabni davomli o'ylashib, muvofiq javob qaytardiganligini bayon qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harkat tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas xonim 31 yanvar Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, Taylanddagi Uyg'urlarning taqdiri masalasida andishlarning hilam mavjudligini va ularni qutuldirish yo'lida davomli harakat qilishning zarurligini ta'kidladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi ko'plagan kishilik huquq organlari Taylandda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarish qarshi kuchli inkos bildirmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Taylandning bu plandan voz kechishga, xalqaro kishilik huquq nizomnomasiga amal qilishga chaqirgan edi. Hozirgacha Taylandda tutib turilayotgan bu Uyg'ur tutqunlar aslida 350 dan ortiq Uyg'ur ayol va bolalardan tashkil topgan cho'ng guruhining bir qismi bo'lib,
Ularning 172 nafari Turkiyaga o'rinlashtirilgan, 109 Xitoy qaytarilgan, 5 davolash sharoiti yetarli bo'lmaganlikdan qazo qilgan. Angliya hukumati vatanimiz Sharq Turkistondan Angliyaga uçadigan navbatchi aeroplanlarning Angliyaga majburiy emgak mahsulotlarini to'shishining oldini olishga va uni cheklashga chaqirilgan. 31 yanvar siyosatchi to'rida e'lon qilingan bu xabarda deyilishicha, yaqinda Angliya parlamenti partiya hal qilgan kishilik huquq komiteti raisi David Alton Angliya hukumatiga xat yozib, vatanimizdan Angliyaga uçadigan navbatchi aeroplanlarning yuk to'shish ishlariga mas'ul kishi ta'minlagan uchurlarga diqqat qilishini talab qilgan. U xatida "Men bu aeroplanlarning Xitoyning majburiy emgak mahsulotlarini Angliyaga to'shishidan ansirayman" degan. Xabarda deyilishicha, 2024-yildan buyon vatanimizdan Angliyaga qatnaydigan 3 havo yo'li ochilgan bo'lib, Yevropaning Titan Aviasiya shirkati aeroplanlari har 2 kunda bir qatim Urumchi bilan London orasida qatnaydi ekan. Bu aeroplan 2024-yili 12-oydan boshlab maxsus torda zakaz qilingan mahsulotlarni to'shish mulozimatini qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa mal to'shish shirkati 10-oydan boshlab vatanimizdan Angliyaning Cardiff shahriga aviatsiya mal to'shish liniyasi qurib chiqqan bo'lib, haftada 3 qatim aeroplanda mal to'shiydi ekan. Bu mallarmi asosan torda zakaz qilingan mallar ekan. Aytishlar qaraganda, bu aeroplanlar bir qatnashida 59 tonna mal to'shigan. Kishilik huquq komiteti raisi David Alton Angliya hukumati Ichki ishlar ministrligiga yozgan xatida Angliya tamojna o'rinlarining bu masalani tekshirishi talab qilingan bo'lsa-mu, Ichki ishlar ministri Hanson Angliyaga qarorlik kirib turgan bu mallarning majburiy emgak mahsulotlar ekanligini bekitishning qiyin ekanligini bildirgan. David Alton Angliya tamojna o'rinlarining ta hozirgacha bu masalani tekshirmaganligini ayblab, "Mana bu hukumatning mag'lubiyatidir. Angliya hozir Xitoyning axlatxonasiga aylanib qoldi" degan. Amerika istixborot amaldorlarining oshkorlashicha, Xitoy kelgusidagi urushning tayyorligini boshlab etgan bo'lib, Beijingda urush mezgilidagi jangi qo'mondonlik qilish markazi qurgan. Uning ko'lami Amerikadagi 5 burchakli binoning 10 hassasiga to'g'ri keldi ekan. 31 yanvar kuni Amerikadagi osmon xabarlari Angliyadagi pul muomala vaqti gazeti qatorliq ko'plagan taratqular bu vaqt xabar bergan bo'lib, Xitoyning bu yangi harbiy qo'mondonlik markazi Beijing shahrining g'arbiy janubiga 20 ingliz mili keladigan yerga joylashgan. Sun'iy amradan tortilgan suratlarga qaraganda, bu joyning yer ko'lami 1500 ingliz mosi, taxminan 9 gektar keldi ekan. Mutaxassislarning qarashicha, bu harbiy bazaning yer osti qurilish ko'lami nihoyat cho'ng bo'lib, kelgusida yadro urush portlagan taqdirda Xitoy qo'mondonlarini qo'g'dash rolini o'ynaydi ekan. Beijing harbiy shaharchisi deb atalgan bu qurilish bitib chiqsa, Amerikaning 5 burchakli binosidan cho'ng, ya'ni dunyo bo'yicha eng cho'ng harbiy xizmat o'rni bo'lib qoldi ekan. Xabarda deyilishicha, bu qurilish 2024-yilning o'ttirisida boshlangan bo'lib, 2027-yili, ya'ni Xitoy Xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 100 yillik tabriklanadigan yili bitdi ekan. Amerika istixborot amaldorlari Xitoy katibi Shi Jinpingning 2027-yildan ilgari Tayvanga hujum qilganligini oshkorlagan edi. Shi Jinpingning Tayvan yutib olmoqchi bo'lishi Tayvanning mikro o'zaklarga tayinib qolgan Amerika uchun cho'ng tahdid hisoblandi ekan. Amerika Markaziy axborot idorasining sobiq Xitoy ishlar maslahatchisi Dennis Wildar Beijingdagi bu harbiy baza haqida to'xtalib, agar bu rost bo'lsa, bu yangi harbiy baza qurilishi Xitoyning yadro urushida ustunlikni egallash tayyorligini allburun boshlab o'tganligini ko'rsatadi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.